Bormi bolam? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsanmi? Rahmat, rahmat. Ha bu Ergash suvoqchiga kim bo'lasan? Yo'q odamni tanimayman. Ha, kim bo'lasan o'zing? Men elektrik jo'rov ekan o'g'illariman. Ya. Otangni qabriga kelmaganingga ancha bo'lganmi deyman deb bolam. Mana otangni qabrlari. Voy. Yo'q. Ha, sen Ergash suvoqchini qabrini sivab qo'yibsan. Ha, mayli aka, men roziman qilgan mehnatimga. Ha, Xudoning qudratini aytaman-da. Sanlar bolalik paytingda mana shu Ergash suvoqchi sanlarni 4 ta xonangni sivab bergandi, loy suvoq qilib. O'sha paytda otang olamdan o'tib qo'ygandi. Onangga rahmi kelib, mayli qo'yavering, hijolat bo'lmang. Bir kun vaqti kelib farzandlaringizdan qaytar, qo'yavering deb ketgan. Bolalardan qaytgani shu bo'lsa kerak-da. Xudoning qudrati. Otangni ham qabrini chiroyli qilib suvab qo'ygan. Rozi bo'lgan. Qarzinglar bor edi. Ya Alloh ya Rahman ya Rahim